bugungi ishlarimizda yana bitta Cobalt'ni olib qolganmiz. Bu ham e'tibor beringlar, Cobalt minadigan akalarimiz. Hamma Cobalt ham mana oldidan urilgan payti faqat bamferni almashtirasizlar, ish bitdi deb o'ylaysizlar, u aslida unday bo'lmaydi. Bamfer ana oldidan DTP bo'lgan payti ana xat bo'lgan bu yerda. Ana bu narsa oldinga borib qoladi-da, yana bu yerni teshadi. Ana bu yerda tegib qoladi, mina mana bu yerlarni teshadi. Yana bu yoq tarafini ham shunaqa qilgan. Buni o'sha bamfer almashtirgan payti, urilgan payti shuni ham yo tortib, o'sha yerini taxlab qo'yish kerak, tegmaydigan qilib. Bo'lmasa hamma Cobaltda shunday bo'ladi. Cobalt minadigan akalarimiz shu videoni ko'rasizlar, manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa, ehtiyot bo'lasizlar, shu urilgan paytda ana shu narsasi tegib qolmasin, kondisionerlar teshilib, freon chiqib ketadi. Ana buni teshilgandan keyin ichida suv to'lib qolsa, bu ham bo'lmaydi, bu radiator birak bo'ladi. Keyin boshqa radiator qo'yish kerak. Burchamizni taxlab oldik, bu radiator bo'lmaydigan chiqdi. Ana buni zazor olish kerak buni. Mana shu zazor kamiga bitta barmoq o'tish kerak. O'sha paytda tegmaydi, radiatorni teshmaydi. Mana shunday qilib taxlab chiroq ishlarni bitirib berdi, o'zi kondisionerlarni ish yo'qdi. Cobalt chakalar ehtiyot bo'lasizlar, ana shunday zazor bo'lish kerak doim. Chiroqli qilib ishlarni bitirib oldik. Egasiga topshiramiz. Davullarimiz bo'ldi. Salon filtrlarini almashtirib oldik. Hammasi.